İbrahim alayhissalom qabrlariga keldik. Mana bu yoqda kirish mana. Bu sensatsiya. Assalomu alaykum. Mana katta masjid. Kim arabcha biladi mana? Perevod qilinglar. Shunday kirishda Sara onaning qabrlari ekan mana. Qaranglar. Bu taraf Yahudiylardik. Kirgandan qabr, masjid. İbrahim alayhissalomni kichkina o'g'illari, nevaralari ana shu yerda. Mana bu yerda g'or ekan, mana shu g'or bor ekan, mana shu tagida tunnel. Mana shu tagida g'or bor ekan. Lekin yopilgan. Bu taraf ayollarniki. Mana bu yoq. İbrahim alayhissalom qabrlari mana bu yerda bo'ladi mana. Mana shu qabrlari. Makka, Madinada Ka'bani qurgan payg'ambar mana shu kishi bo'ladilar. Katta o'g'illari bilan, lekin katta o'g'illari u yoqda ko'milgan Makkada. Bu yoqda kichkina o'g'li bilan ana o nevaralari. Bu kishi 200 yil yashagan ekanlar, 200 yil. Bak. Maksimalni podelиться ko'ringlar, like bosinglar, podelиться. Biz musulmon O'zbekistondagilar ko'rsin, Qozog'iston, Tojikiston mana. Bunaqasi hali bo'lmagan. Ro'zada odam ko'p. Ehson qutisi bor ekan, ehson qutida. Biz qaraylar. Ikki yon tomonidan qabr bor. Mana bu yoq Iso alayhissalom qabrlari. Bu tarafda ayollari. Rifqami? Mana o'z ko'rsataman. Mana. Mana qabrlari. Bu mana Iso alayhissalom qabrlari. Burada g'or bor ekan, g'or. Tunnel. İchkariga alov tushiradilar. Alov sham yo'q ekan. Mana sham yo'qkanlar, qaranglar. Ichida lekin tagida g'or bor ekan. Shunday deb aytdilar. Nimagadir musulmonlar tarafida shu masjidda, qabrda Yoqub İbrahimni alayhissalomni nevarasi yo'q bu tarafda qabri. Faqat Yahudiylar tarafida ko'rdim men. Men uni ham ko'rsataman, lekin bu tarafda yo topolmadimmi bilmayman. This house. Bu faqat ano qabr ekan, lekin o'zlari mana bu yerda ko'milgan ekan. Pasta ko'milgan ekan. Mana bu yerda pasta ekan, g'orning tagida. Necha asrlar ana shu yerga. Bu yoqdagilar aytayaptiki, o'zi bu qabru, lekin o'zlari payg'ambarlar mana shu g'orda ko'milgan ekan.
yetti metr pastami shunday 70 metrmi tushunmadim, lekin pastda yana sham yo'q ekanlar, sham. Hozir ko'rsata olsam ko'rsataman. Qarang, qulflangan. Mana bu yerda mana g'or ekan, g'or. Ana shu g'orda ko'milganlar bular. Bu prosta qabr ekan, mana bu qabr. Iso alayhissalom, Ibrohim alayhissalom qabrlari. Atak bular mana shu pastda, mana shu pastda ekan, mana shu binoni tagida qurilgan. Ko'milganlar. Aha. عند إسحاق عليه السلام, عند رفقة, عند يعقوب عليه السلام, عند لائقة. And beside this prophets, جنبهم يعني يوسف عليه السلام. يوسف here. Yusuf. Yusuf. Aha. This is Ibrahim. Ibrahim. This is Ibrahim. Ibrahim. Ha. Mana bu Ibrohimmi, ana o'si qabr, ana toshlar ekan. Xo'p. Mana bu kishi ana shu yerda quruqlovchi. Ha. Mana shu Ibrohim alayhissalomni qabrlari. Yahudi, ha? Yahud, ha. Ha, mana. Yaqub alayhissalom. يعقوب عند جوش. Yaqub. Jewish. بس إسحاق هذا إسحاق. Yaqub alayhissalom Yahudilar tarafida ekan mana. Yo'q, mana Ishoq alayhissalom qabrlari mana. Aha. Ishoq alayhissalom mana. This is tomb. This is tomb, qabr. The real prophets in size. Ishaq in size. Kif. Da 17 meter. 17 meter? Yes. Oho. 17 meter pastda ekan mana. Aha. Rifka ayollar mana bu yoqda. زوج إسحاق. Ishoq, ha. Rifka Ishoqning ayollari, Ishoq alayhissalom ayollari mana. This is Rifqa. Mana. This is just tombs. No one here. Rifqa inside. Size, bular hammasi qabr, lekin hammasi 7 metrmi, 70 metr tagida ekan mana. Aytdim-ku, o'yna g'or bor deb ana shu yerda. This is Holy Quran, Surah Yasin. Surah Yasin. Around the mosque. Surah Yasin. Bu Krugavoy. Surah Yasin ekan mana bu yozilgan. All this wall Mamluki history. History. Malik. Malik. Malik Muslim come here. His name Mamluki. Make this mosque. Change this mosque. يعني masjid. Masjid. This is masjid from Al-Mamalik. Muslim. And Uthmaniyin. Atrak Uthmaniyin. That's all. Shukran. Thank you very much. Shukran. Thank you very much. You can Uzbekistan. You. Inshallah. Inshallah, Uzbekistan. All Pakistan. Uzbekistan. Listen to me. Okay. عربي. عربي. أنا أرحب بالباكستان أرحب بكم جميعا في المسجد الإبراهيمي، وأقول لكم يعني أنتم إخواننا، أنتم المسلمين إخواننا في الباكستان، وإن شاء الله إنه بتقدروا إنه تتمكنوا إنكم تزوروا المسجد الإبراهيمي. هذا المسجد الإبراهيمي رابع مكان مقدس لدى المسلمين. هو تاريخي وفي نفس الوقت مقدس لوجود سيدنا إبراهيم الخليل فيه. موجود فيه سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة، وسيدنا إسحاق عليه السلام وزوجته رفقة، وسيدنا يعقوب عليه السلام وزوجته لائقة، وسيدنا يوسف. طبعا اللي بيتمكن من الناس المسلمين هناك إنه يجي على البلاد هاي المقدسة اللي هو الخليل، مدينة الخليل، ويزور هذا المكان، أكيد راح يكون سعيد جدا ويزور الأنبياء. شكرا. شكرا. Thank you very much. Amma rahmat kavam mana. Shukran. Rahmat.